Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzingizlar. Biz mana Minecraftdamiz. Hozir biz nima qilishimiz, qanaqa tuzasizlar bo'lardi bizlar. Bu Minecraft o'ynaymiz. Minecraft mana atrofimizda bitta orqamda golem turibdi. Yaxshimisa golem tuzingizlar, zo'rmisan? Tuzingizlar ha, yaxshi. Hozir golem meni qilib o'ltirishini hozir sizlar bilan biz birgalikda ko'ramiz. Golemni o'ldirsak bizni nima qilardi golem? Golem shuning uchun biz unday bo'lsa videoni boshlaymiz. Yaxshi, biz mana videoni boshlab oldik. Mana shu golni nima qilishmoqchi? Shu golni tashlamayapti. Ha, mayli, qo'yib beramiz. 2-3 marta o'z videoda yaqinlashib meni tashlaydi. O'shaning uchun men tashlaydim, urindim. Mana deb tashladi. Aslida mana bu yerda kompotni mana men o'zim kompotni o'z yasalgan bo'ladi. Faqat jihozlar bilan to'ldirganman. Shunaqa kompotni mana jihozlari mana okey, agilini mana albatta qo'yib qo'yadi. Stolni ham yasab qo'yganman. Notebook yo'li uchun notebook masalasiga turadi. Biz qilamiz. Mana bu yerda keradimani. Mana bu anaqasi. Darvo kerak qiladi, sobitga qo'yib beraman. Okey. Atroflari sizlarda shu qishloqda topishni o'rgataman. Bu qishloqni topishda hatto ita bilsa kerak deb o'ylayman. Qo'yganim kerak. Bu birinchi masala uchun bitta tarafim ochib yubordim. Mana bu kompot yonida qudug'i, mana quduq. Yo'l so'rib yetishtirlar bo'ladi. Bitta anaqasi mana. Okey. Bitta narsa bu argilar sizlarga ko'rsataman. Argilarni mana qilib bo'lmaydi. Argilarni qanaqa qilasizda? Bu qahvaxona. Biroz o'qiganman. Sizlar bilan kompotni qishlog'ida topishni o'rganamiz. Ya kompot qishlog'i emas, hozir kompotni topishdi. Mana shu yerda taslar. Mana shu yozish mana xullas. Mana bu bosh videoda va kirasizlar. Bosh videoda ishi. Bosh videoda kirasizlar. Mana bu kichik variantda yangi bort yaratish joyini bosasizlar. Mana bu yerda bitta o'zi chiqib qoladi mana. Mana chiqib turadi. Mana uni qilsanglar jonli, mana bo'lsa kreativ. Mana kimdir bor o'yinda. Mana shu yerda o'tasizlar. Mana bu yerda esa mana raqam bilan yozasizlar. 450
455 qilib mana bu bossanglar, hali sizlar aytdim bosib jonlik bossanglar bo'ladi. Bu yerda nom bersanglar ham bo'ladi. Mana o'chirib olasizlar shunda. Ular bir raqam bilan nom beraman. 1 2 3 deb nom berdim. Okey. Yaxshilikni kirishdi bo'lsangiz, okey. Mana kirildi, mana shu yerda paydo bo'lasizlar. Ular chap tarafinglarda qishloq chiqadi. Biz suvda mana bu yerda xullas. Mana bu yerda jinkillar yuribdi mana. Bitta galida bo'lsin. Bularni biz tartib qishlog'ini topib qolasizlar. Sabotni topib qolasizlar. Bu qara dedi. Bu qishloq topishdimi? Bu qishloq topishdi menda xolam o'g'li o'rgatdi. Mana bu hozir ko'rsatcha qudug'imcha bu boshqa quduq, bu boshqa mahalla. Boshqa mahallada bo'lib qolibdi. Topishga to'g'ri kampotni topishga tezroq o'xshayapti. Ularni kreativ topadi, kashiga topadi. Ular shular xabarlar. Ular o'zida kreativ deb topqilarlar. Sizlarda original ko'rsatib qo'yman deb turibdi. Bizga original emas, original просто o'zgartirib olganman. Sizlar boshqa qishloqqa deb o'ylamasizlar, uchun ko'rsatib beradi. Avval topdim. Bo'ldi. Bo'ldi. Sizlar xullas. Mana tovarqasi ikkita. Hozir bu bo'sini bitta tovarqa qo'yganman. Keyin bu tovarqani sal pasaytirganman, mana uyi tovarqada bitta yog'och olib keldim. Keyin qo'yib qo'yaman. Mana kapot tarafasi. Mana hozirgi lava uyda bir anaqa cho'ralar eshik yo'q bo'ladi. Bo'sh mana bu yerda bo'ladi. Mana bu yerda stolchasi, bu yerda mana yaxshi tassolligida shu narsalar bo'ladi. Mana uyi hozir sizlarga ko'rsatgan bo'lsa, okey, chiqib Xolos qabulxona har joyda o'zim qabulxona qilib qo'yganman. Bir gap aytadigan bo'lsa bo'ldi. Kapot mana bu uyi. Okey. Sonra bu kapotda qo'shilishli uyi. Mana bu uyi kapot qo'shilsa bo'ladi bu yer. Kapotni qo'shilsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. To'rolida o'tiribdi, yuribdi. Mana kapot qo'shilishli uylar. Mana mana aytlardir so'tchalar qo'ydi. O'tirda boshlab o'tdi, biz bu yo'ldan ketamiz. O'zimiz o'ylayotgan joyda kelsak ham bo'laveradi.
qiziqasiz. Mana biz hozir balonlarni qildik. Mana buni o'tishinglar. Jonsiz mana jonli. Mana bu qizilni bostirmay bostirib o'tib ketadi. Yaratgan yo'linglar yo'lchil bordim. Seni o yo'lda o'ynab. Bo'pti, xayr, sog' bo'linglar. Like bosib qo'yinglar.